Ramazon, uyalmaysanmi? Kap-katta bola. Ayingdan pul so'rab yuribsan hali ham. Tog'a, nima qilay, o'zim uyalib ketdim. Lekin bir yo'lni topdim. Ish topdingmi? Ishku topmadim. Pulni joyini topdim. Endi so'ramay olyapman. Ramazon. Kim yemasa yozda qishda g'amini? Qishdagini enasini. Hov! Gudiga tiqdi tog'am maqoldi. Ha, tog'ajon? Nima yaxshi o'qimayapsan? Ustozing telefon qildi hozir menga. Kitob olib bermasangiz o'qiymanmi? Endi kitobingga men pul berishim kerak. Ishla. Maqsad pul bermaslikmi? Ha. Ha, topdim-ku. Endi o'zingdan ko'r. Suving yoqdaymi? Ha, yoqdak. Yoqday zo'r ketadi. Ha, hozir jir-jirra bo'ladi. Jiyan, biron bir dori topib o'lib qolaman. Rossiyani Ogoya mahallasida bir dori bor ekan. U lekin qimmat ekan. Pulini qizig'i yo'q, olib kel, jiyan. Pul bermaysan-a? Shunday chichirtiraman, berganingni bilmay qolasan. Yanga, tog'amga dori bering, qon o'ryapti ekan. Ramazon. Sinoqsang bu dunyoda ko'rsangni u Ramazon. Oh! Bilet. Ha, tog'ajon? Men aytgan masala nima bo'ldi? Pulik tog' qayerdan boshlashni bilmadim. O'rtadagi chizig'idan boshlanadi. Mana chizig'i. Mana shudan qoz Makka ekamiz. Amringizga muntazirman. Tilagingizni. Luboyini bajarasan. Tilak bo'lsa bo'ldi. Yaxshi usta topib ber uyimni remontiga. Ustani nima qilasiz? Kattaroq narsa so'rang. Hozir trendda bo'lgan natojnoy patolog qoqtiraman zo'radan. Uni mendan so'rang-da. Xatirchida Ustilikon markazida sexi bor. Sexi bo'lgani bilan usta kerak-ku. O'zini ustalar bor. Mana bu raqamlarga telefon qiling. Hammasi kelib o'rnatib chotga berib ketadi. Avtomobilchilarga ham bor, birinchi qo'l. Siz undan ko'ra modan kattaroq narsa so'rang. Bo'lmasa katta gilam ber o'sha uyga, gilam. Endi o'zingdan ko'r. Pushaymon qilaman. Ramazon. Kuchingga siqdim oladi. O'zanish qozi tog'am Ramazon. Oh! Voy, rahmat tog'ajon, endi nima aytsangiz qilaman. Ishni o'ylama, jiyan, bu toychoq yurishini ko'r qani bir. Joning mazza qilib qo'ydi. Nima gapli bu? Voy bula. Tog'am kesib tashlabdi-ku. Hali meni qutulmoqchi bo'ldingmi? Endi o'zingdan ko'r. Ey tog'ajon, rahmat. Mazza qilib qaytadim. Hammacha ishladimi? Ha, mazza qilib qaytadim. Tormoz berib kutlarni aylantirdi. Faqat signalchasi uzildi, ishlamadi. Tormozni kesuvdim shekilli. Signalmi ekan? Ey tog'am, men loq qilmoqchi bo'lasizda. Siz kirgan eshakni. Ya hali Gurku gaplash kerak-ku. Ali, Gurku tog'a, tepadan bir suv chiqmagan joyini bitta ko'laylik. Naski bormi, jiyan? Bor aka. Telefonsiz qolib ketdi aka. Ramazon. Ramazon. Oh! Billat. Ha, tog'ajon? Nima maktabga bormayapsan? Ustozing juramligiga zina chiqib qoldimi? Shu meni boraman. Qachon ko'chani asfalt qilasiz, o'shanda boraman. Davlatda asfaltchilari 150 ming deyapti kvadratini. Qayerimdan olaman buncha pulni, jiyan? Siz hali eshitmadingizmi? Asfaltchi bora yarim narxiga asfalt qilib yuribdi. U Toshkentda bo'lsa, men qishloqqa qanday olib kelaman? Siz pulni taqlang, 1 minutda chaqiraman asfaltchi bo'ladi. Pulni taqlang, tog'am meni keldi. Men asfaltchi bo'lib, butun O'zbekiston bo'ylab asfalt yotqizishlarni olib boraman. Ko'rib turganingizdek, hozirda Samarqandda asfalt yotqizishlarni olib bormoqdamiz akalar. Nafaqat Samarqand, Jizzax, Navoiy, Sirdaryo akalar, Navoiyni ham istalgan tochkasida xolasizlar xatirchigacha borib, nafaqat ko'chaga, gaz quyish shoxobchalariga, sizlar xolasizlar hovliga ham asfaltimizni yotqizib beramiz. Bunaqasi faqat vodiyda emas, vohada ham shunaqasi bo'ladi. Hovliga asfalt yotqizsanglar ham bo'ladi. Eng sifatlisi doim asfaltchi bo'ladi. Xizmat haqqimiz kelishilgan holatda bo'ladi. Narxlar ham yomon bo'ladi. Ishimiz sifatiga kam 10 yil xizmat qilib beradi sizlarga asfaltimiz. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar, asfaltchi bo'lib obuna bo'lib qo'yasizlar, bizlarning xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Albatta videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.